Raqamlashib borayotgan jamiyat, elektronlashib borayotgan sohalarda yangi imkoniyatlar paydo bo'lmoqda. Endilikda fuqaro notarial idoraga kelmay turib ham ayrim bitimlarni tasdiqlatishi mumkin. Onlayn notarial harakat qanday amalga oshiriladi? Videokonferens aloqa rejimida va elektron raqamli imzodan foydalangan holda masofaviy notarial harakatlarni amalga oshirish mumkin. Buning uchun notarial idoraga bormasdan, notarius qabulida navbat kutmasdan, uydan yoki dunyoning istalgan joyidan turib ayrim notarial harakatlarni masofadan, ya'ni videokonferens aloqa yordamida e-notarius.uz axborot portali orqali amalga oshirish mumkin. Onlayn notarial harakatni rasmiylashtirish uchun e-notarius.uz axborot portaliga kirib, respublikadagi istalgan notariusga masofadan turib notarial harakatni rasmiylashtirishni so'rab murojaat qilinadi. Birinchi qadamda fuqaro notariusga murojaat qiladi va notarius bu murojaatni ko'rib chiqadi. Ikkinchi qadamda notarius murojaat va unga ilova qilingan hujjatlarni tekshirib chiqadi. Agar kamchiligi bo'lsa, bu haqda mijozga xabar qiladi. Uchinchi qadamda mijoz notarius fikrlari asosida xatolarni to'g'rilaydi va jarayonni tasdiqlaydi. To'rtinchi qadamda notarius bitim bilan bog'liq to'lovnomani shakllantiradi. Beshinchi qadamda mijoz bitimni ro'yxatdan o'tkazish vaqtini aytadi. Oltinchi qadamda notarius bitim rasmiylashtiriladigan vaqtni tasdiqlaydi. Yettinchi qadamda mijoz to'lovini amalga oshiradi. 8-qadamda esa bitim tuzishga oid videokonferens aloqa shaklidagi notarius va mijozning o'zaro muloqoti boshlanadi va bitim tasdiqlanadi. 8-qadam juda mas'uliyatli bo'lib, bunda mijozning xonasida boshqa shaxslar yo'qligi, uning ko'rinishi hujjatdagi rasmga muvofiqligi va boshqalar jiddiy tekshiriladi. Mijoz garchi elektron ariza topshirgan bo'lsa ham, o'z maqsad muddaosi yozilgan arizasini onlayn o'qib beradi. Hech qanday monelik bo'lmasa, bitim rasman tasdiqlanadi. Notarius va mijozning onlayn suhbati video tasmaga muhrlab qo'yiladi. Bir so'z bilan aytganda, bu fuqarolarga berilgan katta imkoniyatdir. Ular qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, o'z xohishlariga ko'ra onlayn tarzda ayrim notarial harakatlarni amalga oshirishlari mumkin.